Bizani Nexa'ni krillolari yechib olingan. Sababini aytib o'tib ketaman. Oxirgi qo'ygan videomda aytmadim. Mana bu yerdan pastiga bundoq suv yig'iladi. Suv yig'ilgandan keyin bu o'zi mana bu narsa qo'yilmagan bo'lganda o'zi tushib turardi. Mana bu yoni bilan tushib turgan bo'lardi. Bu qo'yilganga suv bu yoqda tushib keta olmasa salonni ichiga qarab kirib ketyapti. Shuning uchun biz ham bitta teshdik, teshik ochib, mana bu yerdan chiqib ketadigan qilib qo'ydik. Qoyilmislar. Qizil kraska sepib, zazorlari joy-joyida keladi. U mana metka qilib qo'yilgan. Salondagi o'zgarishlarni hali sizlarga ko'rsatmadim. Saloniga biza yana 5-6 ta o'zgarishlar kirgizdik. Eng zo'ridan bittasi yoqqani menga mana. Remenga necha? Qip-qizil remen. Polikka cho'tkislar tiktirsam, Daje mana bu narsalarigacha qizil qilib qo'yganman, ideal qilib. Cho'tkimi orqalarigacha remen qizil qilingan. Ma'mitlariga flok sepilyapti mana. Bu qora kraska ba'zi ruchkalarga polni flok sepiladi. Daje plafonlargacha mana flok. Ruchkalar flokka sepilgan. Mana stakanchiklar, mana hamma narsa flokka sepilgan. Bitgandan keyin mashinani общий обзорni ko'rasizlar, xudo xohlasa.